Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımda Oçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərinə qızğın qarşıladığımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görünmələrimiz, həmənlər məlum olğandak biz bu proqramımızda hər xil sahədəki ustazlarımızı şundaqla cəmiyyət, təşkilat rəhbərlərini çağırıb millətimizə aid olan hər xil mövzularda söhbət edib berikiliyatımız. Bugünkü proqramımız əslində məlum olğandak əslində tünügün saat, muşu saat yəni saat 4-də orullaştırdığanlığımızı elan qılıb qoyğandıq. Amma əfsus ki, tünügün tok ketkenlik səbəbdən bir gün tok yox olub qalıb şundan icra qılanmay qaldıq. Bugün, yəni oxşar saatdə ötküzdüğanlığımızı tünügün elan qılıb qoyğan şu elanımızın astığa əlbəttə köçürüm sorayımız qardaşlarımızdan biz səbəblik olmağan bolsunmu. Bugünkü qimmatli mehmenim elandımı diginimizdək Hira Muşu İstanbul'da Uyghur mağribçilik sahəsində prezidentlərimizə bir qancha ildən buyon ait yaxşı xizmətlərini qılıb kelayotgan yaş bir mehmenimiz oldu. O bolsunmu Hira Mədəniyyət və Maarif Vaqfi rəisi hörmətli Luqmancan Abdullah'ın təklif qıldı. Qimmatli vaxtını çıxarıb aldı bilan qadam təşrif qılğanlıq üçün köp rəhmət etdiniz. Allah razı olsun. Körmələrimiz proqramımız naq meydandan taqiqli oldu. Ekran aldı çıxıb durarkan numaralar arqalıq programmaga alaqalar bolğan arqandaq sual, fikir, təkliflərini berişinlərini ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızdınki faydalanışı üçün həm bəhirləb qoyuşunlarını həm ümid qılımız. Programma kirsək unda olsa, hörmətlik Luqmancan. Adı bilən əlbəttə siz İstiqlal ekranında tuncu qətim söhbətləşib oturabdıq. Qeyrindaşlarımızdan sizinlə yaxından tanış üçün azıraq özünüzü tanışdırıb ötən bolsanız. Buldum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Benim ismim Luqmancan Abdullah. Ben 5 yıl ilgili Türkiye'ye kelip buldum. 5 yıldan beri Türkiye'de turadım. Kelip bir yıldan keyin şu Hira Mədəniyyət və Maarif Vaqfini şu kurup şu məsulluqda şu yerdə xizmət qılıyorum. Hazırki xizmətim şu yerdə. Qısqaça tanışdırdınız. Qağını inşallah keremiz. Aldı bilen şunu bilgim vardı. Bu Hira Mədəniyyət və Maarif Vaqfi bunun hikayesi qandaq şekillendi, nima üçün quruldu? Bu yerden kirsek hem de siz hazır şoğulunu bakkan, üstüne bakkan bu işinki. Buldum. Biz men şu Türkiye'ye kelgan muhacirlarning ichida hamda men yangi hisoblanman, hamda 5 yil 6 yil vaqtda yangi hisoblandim. Biz vatandagi vaqtlarda vatanniki eng yangi vaziyat ahvollari bilan tanishgan bo'ldik. Shu yerdagi amaliy ahvolni ko'rgan bo'ldik. Bizning o'qish hayotlarimizning asosiy ko'pinchisi shu yerda o'tgan bo'ldi. Andan keyin men vatandan bu yerga chiqqandan keyin tunji bo'lib meningki ziyorat qilgan o'rinlarim hammasi shu nim bo'ldi hamda. O bizning milliylarning o'qitish o'rinlarining qaysi xil shaklda, qaysi xil taraqqiyot bosqichini besib o'tdi qatorliqlarni ko'rish va ziyorat qilish bo'ldi. Andan keyin bizning vatanda shunchalik siqilish jarayonidami ba'zi bizningki shu ma'rif ishlarimiz hali bir qadam shu 2010dan 2013 bo'lganlikda men bilgan nəhayət şiddet bilan, yəni 5-ci yol vaqəsindən keyin tez sürətdə bir uyg'unishib bo'lgan deb o'ylayman. Shunchalik siqilish jarayoni. Hamda ondan keyin men bu yerga aslida hamda yeshimiz bek cho'ng bo'lganlik uchun aslida o'qish uchun o'qish maqsadida chiqdim. Ondan keyin men belginimda o vaqtlarda 2014 bir milliylaşqan bir ma'rif sistemasini men uchirtanmay qoldim. Şunun bilen bu meningki xiyolimda mushundaq bir maktab organınki bo'lish intayin bek muhim deb. Ondan keyin mening iliqi vatanda chiqqandan keyin nishonim o'zgarib qoldi. Ya'ni xizmat qilish degan qadam bosqichga qarab mangduq. Undan keyin dastlabki bosqichda kurs shaklda ichib, kursdan bir yil o'tgandan keyin rasmiy anga oldirib Hira Mədəniyyət və Maarif Vaqfi şəkildə olub, onun ki başlanğıcımızda başlab, muşu xil şəkildə oldu. Qısqaça aytqan vaxtda muşu xil halətdə. Xoş, proqramımızın ismi muhacirətdəki Uyğur Maarifə nəzərdə qoyduq. Əlbəttə siz sözləb ötkününüzdək bəzi bir kəmçiliklə yoki
to'ldirilishga tegishlik ishlar bor ekan deb his qilganligingiz uchun bu yo'lga qadam qo'ydingiz albatta. Endi shu deb o'tganingizdek Uyg'ur boshlang'ich maktabini qurib o'tgandan keyin siz chiqqan vaqtidami ancha-muncha masalan biz ham degan ochiq so'zlashimiz kerak har qanday masala bo'lsa. Nurg'un jamiyatlarning buning Qur'on kurslari endi ona til masalasi o'qitildi deb e'lon qilinib o'qitib kelyapti, tarbiyalayapti. Ammo shu masalalarda sizcha endi oldi bilan buning kelishdan burun siz vatandami shu ma'rif sohasida shunday bir ishlarni qilganmi yoki bu vaqt biroz ma'lumot bersangiz, uning keyin men shu tabii vatanda bizningki hammalarga ma'lum bo'lgandek Turkiyadagidek yaxshi bir sharoit, ochiq bir muhit yo'q. Shundoq bir siqilish, besim bo'lishi qaramasdan meniki o yerdagi vatandagi hayotimni shu ma'rif ishlar bilan, o'qish va o'qitish ishlari bilan o'tgan. Bu xil holatda. Shuningcha men bu yerga chiqqandan keyin mening diqqatimni tortgan eng muhim ishlarning biri yana shu ma'rif turi bo'ldi. Undan keyin masalan bayam deb o'tgandek men bu vaqtlarda kelganda Turkiyada Qur'on kurslari bor ekan, ularni ziyorat qildim. Shunga o'xshash qisqagina bir ona til kurslarining mubolig'ini asosini ko'rdim. Ammo bu yaxshi ahvol hammasi. Lekin hozirgi ahvolimizda bizningki tariximizga qarasak, shu Abduqodir Domullam yoki Mamtili Tavfiq, Abduxoliq Uyg'ur shu mezgillarda bizning ma'rifimizda bir mustaqillik qarab mangan ekan. Men shu mustaqillik shu ruhiyatini, shu xil mustaqillik plani bo'yicha menish kerak degan nishonda shunglashqa buni bir o'yladim. Bu mustaqillik degan nima degan chaqda ma'rif degan chuqum yoki mustaqil ma'rif yoki mustabidlik oldidagi ma'rif bo'ldi ekan. Masalan desak, shu Abduqodir Domullamning mezgilida Qur'on diniy ilmlar va fanniy ilmlar bir gavda qilingan, butunlay boshqa tarafninki besishi bo'lmagan holatdagi bir o'qitish qisqagina bo'lsa davomlashgan ekan. Ya'ni ma'rif agarda mustaqil o'zlik ruhiy bo'lmagan holatda bo'lsa, bunday keyingi natijasi yaxshi bo'lmaydi. Ham uning ustiga biz shanba-yakshanbalik va yoki ta'tillik ona til orqali faqat mavjudiyatimizni saqlab qola olishimiz mumkin, lekin taraqqiy qila olmaymiz. Shu maqsadda undan keyin muhim deb bilib, butunlay ona tilni asos qilgan holatda etish kerak degan maqsadda bu xizmatni boshladim. Endi Uyg'ur boshlang'ich maktabi deb surdirayotgan sizlar maktab asosiyatdan 6 yoshgacha maktab yashigichmi bolalar? 6 yoshdan to'yini yo'q. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lganlikda. 12 yoshgacha. Bular normalda davlat maktabiga kunduz bordi. Maktabga yashar kirganlar, uning keyin sizlarda o'qamdi. Mundaq bizningki vatandan 2015-2016 yillari tez suratda bir kelishlar bo'ldi. Shu jarayonlarda bizningki yosh ota-onalar va kichik bolalar chiqdi. Ondan keyin bizga uchratgan ahvollar nima degan chaqda o'zini yoshi 8-10 yosh kirib qolgan, vatanda maxfiy o'qitish o'rinlarida o'qish bilan faqat o'zining ismini yozolmaydigan va yoki bo'lmasa Qur'on o'qishdan boshqa bir darslarga qatnasholmagan shunday o'quvchilarimiz bo'ldi. Bular Turkiyaga kelib bolalarni ota-onalar maktabga bermoqchi bo'ldi, lekin Turkiya Jumhuriyatining ma'rif tuzumida shu yoshga qarta oldi ekan buni. Masalan, 10 yosh kirsa muncha sinfga, 9 bo'lsa muncha sinfda bir sinfdagi bolalarni yashi butunlay o'xshash bo'ldi ekan. Shunda bo'lganlik uchun ota-onalar maktabga bersa, maktabga qabul qilgan taqdirda bolalarda udullam 3-sinf yoki 4-sinfga kirib qilib, oxirgi hisobda bolalar tushunolmay, bu o'qishdan bezirib qolgan manda ahvol yuz berganligi uchun biz dastlabdan mushundoq yoshdagi bolalarni akilib, shu butunlay asosini biz hozirlab, ya'ni davlat maktabiga bormaydi. Andan keyin bizda muqim shaklda o'qib 1 yil butunlay tayyorlikni qilib, shu yerga kirsa, o'zining yoshlariga munosib holatdagi sinflarda chanmoqdek mundaq bir holatni shakllantirib, andan keyin o'z qo'limiz bilan ba'zi bolalarni shu maktabga olib borgan bo'ldik. Andan keyin bu bolalarni yerlashib,
hozir shu unda bo'lganda hali ko'p o'quvchilar o'qiyotdi, uningdan keyin natijasi yaxshi bo'ldi. Bizning endi dastlabki bosqichimiz mush shaklda bo'lg'achqa, ya'ni davlat maktabiga bormasdan o'qidi bolalar. Ondan keyin bayam siz degandek bolalarımızın arasında davlat maktabiga boradigan bolalarmi darsdan tushgan vaqtdan keyingi bo'sh vaqtida ondan keyin u kelib o'qishga boshladi. O xil bolalarmi bor. Ondan keyin davlat maktabiga bormasdan kelar yili maktab kirdi deb tayyorlik qilib o'qiyotgan bolalarmi bor. Bu nimeniki vakıfniki mesela TC Türkiye Cumhuriyeti Hira Medeniyeti. Bu normalde mesela TC bu nimesi devlet kurumlarına, devlet organlarına yazıldı o normalde. Bu İslam mesela vakıfını marif, milli marif nimesi bağlı ettiğinler mi ya ki İslam'ınki diplom ne mesela 3. yıllıkta ya 4. yıllık seviyedeki İslam belgen diplom arkalık bir vasıta 3. 4. yıllıkta devletin mektebi kirelemdi bana. Yani biz dastlabda bu jihatda qiynaldik. Tabii ki biz normal bir vaqf bo'lib qurildik, ma'rif va madaniyat vaqfi deganda. Bizningki maqsad nishon ilib berilgan faoliyatlarimiz de tabii ki vaqf qurilganda aniq yozildi ekan. Shu vaqtlarda biz o'zimizning shu hozirgi ilib boradigan xizmatimiz va bundan keyingi nishon g'oyalarimizni kirgizgan. Ondan keyin biz haqiqatan bu jihatda bizni e'tirof qilmadi dastlabda. Ya'ni sizlar qanday bo'lib, bunday bo'lib qoldinglar yoki bo'lmasa bir xil hayronlik bilan qarash bo'ldi. Ondan keyin hattoki ba'zi bolalarni sen dadisimi? Qani bu bolaning opasi qani, dadisi qani degan savollarni so'rdi. Shuning bilan biz shu naq gapni qilib kirdik. 5-6 ni 7-8 ni ma'rif idorasiga olib borib, ma bolalar, qarim bolalar. Hammasi uydan talaga chiqmay o'qigan, umrda maktab ko'rmagan, ashu yerdan vatanda mushdali chiqqan, vatan ahvoli mushundoq ahvol. Biz bir yil mandaq tayyorlikni qilg'izdik. Meyada meyach akeldik deb o'zimizning dars planlarimizni o'tirib qo'yib, shularni ko'rsatgan bo'ldik. Lekin ular bir musofir o'quvchi degan sonning sirtida nihoyat ta'sir qabul qilgan bo'ldi. Hatto otasi yo'q bolalar. Shuning bilan bolalarningki bizning yuzimizni yo'riq qilib şu bolalarning asosan ko'p qismi sinf bo'yicha oldida mangdi. Shuningdan keyin bular anandan keyin bizni eliqi qilayotgan ishlarga nisbatan e'tirof qildi. Qaniliqi davlat shaklda emas. Ya'ni mush yerdan kelgan boladan hozirgacha chatoq chiqmadi. Demakki asaq bo'ladi shaklda qabul qilyapti hozirgacha. Hergiz yoki bir qo'limizga bir qog'oz chiqarib berib, sizlar menda o'qisanglar, biz sizlarni mayaga olamiz degan ish yo'q. Shuning bilan bizning bir ikkinchi qadamni bosgandan keyin biz olgan bolalarning hammasi nihoyat qiyinchiliksiz o yerga kiraladi. Hozir shunda bo'lgan vaqtida bizningki yoshlarga nisbatan o'rta maktabga bevosita kirgan bolalarimiz bo'ldi. Boshlang'ich bevosita kirgan bolalarimiz bo'ldi. Shundoq bo'lgan vaqtida o'quvchilarimiz hozir bir to'sqinlikqa uchramagan holda maktabga kiryapti. Umumiy qanchaga o'quvchi hozir? Ta'tilda biroz ko'p edi. Ta'tilda 350 ga yaqin o'quvchi bo'lgan. Undan keyin 9-oyning biri to'xtatdik. Undan keyin biz qayta 9-oyning 9-i yillik sinf ochdik. O ta'tillik 3 oylik edi. Unda o vaqtida 100 nafar o'quvchini bir yil haqsiz o'qitamiz degan. Shuni ota-onalarga degan bo'ldik. Hozir yana 100 dan ishib, ya'ni 130 ga yaqin o'quvchi tizimlab hozir o'qishni boshlab bo'ldi. Delmişe keldik endi iqtisod masalasiga. Har yil mesela biz albatta maktabninki xabarlarni qilingan faoliyatlarni istiqlol xabarimizni berib kelyapmiz. Masalan albatta buning bir iqtisodiy nurg'un narsa ketadi o'sha bolalarni ish olgan bilan o'qituvchilar masalasi. Iqtisodiy masalani qanday hal qilyapsizlar? Bu masala bu bizni to'liq qiynayotgan hozirgi nihoyatda har qaysi organlar qanday jabay mushaqqati bo'layotgan bo'lsa, bizda bo'layotgan bir ahvol. Maktabning umumyuzlik ahvolini tunishtirmayli boshlang'ichga kirib ketdik. Maktabninki asli biz ochganda buni kurs shaklida qilgan. Ingliz tili, arab tili, turk tili, kompyuter matematika degandek shunday pallar bo'yicha darslarni boshlagandik. Unda bu vaqtida maktab o'zining chiqimlarini ko'tarishdan boshqa kirim yarata olgandi. O'z vaqtida, ya'ni 2015-2016 yillar vaqtlarda. Shuning bilan
bizning tabiiy maktabning sirtning yordamiga tayanmay o'zimizning kirim manbasi bir buloq shakllandi. Shunda bu vaqtida uningdan keyin biz maktab ichilib 6 oy o'tganda anandan keyin boshlang'uchga qadam basa oldik. Anandan keyin dastlabda boshlang'uchni bosganda qadam bosgan vaqtimizda ulardanmi yani o'quvchilardan biz bir oyda 250 liradan pul olib o'qitgan edik. U vaqtida bizning iqtisodiy jihatdan qiyinchilik bo'lmadi. Bir yil o'tdi, o shu xil shaklda mangdi. 2017-yil 9-oyga kelgan vaqtida bir tuyuqsiz bir xabarni angladik. Ya'ni vatanda butunlay ana tilni to'liq yo'q qilganligi, ya'ni hisobda ana til shakldagi o'qitishlarniki to'xtaganligini anglab, buningdan aytamo ko'nglimiz yerim bo'ldi va garchi bir millat bir halokatga ketayotgan shunday holatda cho'ng ishlarni qilolmasakmi, unda bo'lsa biz shu yilqi kursdan kirdigan kirimni mushaning chiqimiga ishiltish orqali uningdan keyin mushuni butunlay haqsiz qilib etib zodi biz o'zimizning nishoniga yeta olamiz. Hech bo'lmasa bu bir qarshilik, ya'ni sen faqat yo'q qilaman deb yo'q qilanmaysan. Ya'ni sen yo'q qilsang biz mushada yana ochimiz. Bundaq izchilar, bundaq ya'ni gulg'unchilar faqat uzilmaydi degan maqsadda shuning bilan o'qituvchilar bilan maslahatlashish, to'liq ikkilanish orqali oxiri biz haqsiz deb 80 nafar o'quvchini tunji qatim qildik. Shuna qilib 5-oyga kelgan cho'g'arliqda haqsiz o'qitgan bo'ldik. Ammo lekin bizning ba'zi o'ylagan yerlarimizdan dek qiyinchilik ishib ketdi, ba'zida o'ylagandek qiyinchilikqa uchirmadik. Normalda sabr qilish orqali mush ozg'ina pul bilan mushunchalik bolalarni o'qita olganmidi degan bir holatda shu bir yoning levida ketayotgandek shu bir besim ichida oxiri bundan muvaffaqiyat qozondik. Undan keyin biz bundaq bo'lsak to'xtab qolgandekmiz degan yo'l bilan 50 liradan o'qish puli olamiz deganmi bo'ldik. Shunda qilib shu bir bolani bir oy o'qitishimizga 50 lira degandek qildik. Keyin majil ta'tildan keyin haqsiz qildik. Bundan keyinmi bolalarni bir haqsiz qilish o'yimiz bor. Chunki nima degan chog'da bizningki shu kursdan kirgan kirimimiz mushu o'qituvchilarning maoshini berish va shu xil holatda mang'alsak, yanala biz shuni qanoat qilish bilan mang'an keyin yanala bu xizmatlarni joyida ep mang'aldik. Undan boshqa men shu bizningki xizmat gruppasidagi o'qituvchilarga alayda rahmatimni bildiraman. Chunki o'qituvchilarning hech birining bir xizmati yo'q. Ya'ni dars o'tishdan sirt yana bir ish qildik. Uni biz pul vermaymiz. Yo'q, maktabda ishlaydi o. Maktabda ishlaganiga pul vermaysizlar. Yo'q, maktabda ishlaganiga pul beramiz dars o'tishdan sirt. Yana bir qo'shimcha bir ishlar bor masalanga. Ba'zida bizning studiya va studiyada ishlaydigan ishlar bor. U muallim studiyada ishlaganda, lekin ular fidoyilik bilan ishlaydi ba'zida. Shunday qilib Allohning rahmati bilan bu barakat bilan ketib boramiz. Xo'sh. Bu kursning ishlari hamda burun deganingdek kompyuter bu narsalar hali e'lonlar berilib turadi. Keyin o'chib qoldi. U to'xtab qo'yib hozir butunlay boshlang'ichga kuchayotamizlarmi? Biz kuchayotimiz ham bizni oldirtib qo'ydi. Nima deganda? Maosh oldiratdi yani. Maosh oldiratdi. Nima deganda kursning e'lonlarini beratdik. Ondan keyin bolalar bizni g'oyat zo'r bir besim keldi. Lekin bu bir xushalliq bir besim ekan, nima bo'lmasin bolalarimizga bir narsa o'rgatdik. Ondan keyin bu kursning ikkinchi birisi to'xtab qolishda, ondan keyin e'lon bermasak kildi holat shakllandi. Chunki ba'zida o'quvchilar o'zi uchur qiladi, biz mana o'qiydik deb yozib qo'ydi. Shuning bilan bizni sinf ochilgan vaqtida o'sha o'quvchilarga telefon qilsa keldi, ya'ni kurs o'z joyiga ketib bordi. Normalda. E'lonning aziyib qilishining bir sababi bolalar bizni og'izib qo'ydi. Burunqidek jiq ochmayapmiz. Ikkinchi birisi ammo o'quvchilar yana qabul qilinmayapti normal. Ya'ni keng ko'lamda e'lon berilmasimi, o e'lonning soni azaydi, ammo o'quvchilar o'z tizimini tutadi maxil shaklda. Ya'ni Turkiyaga kelgan Uyg'urlarning soni azaygan sari turkcha o'rganish nisbati tuvanlashga boshladi. Ammo yana buningdan inglizcha, undan boshqa kompyuter sho'pirlik darsi deydigan darslarimiz bor. Masalan, shu Turkiyaniki. Shu darslarga nisbatan bular yana kuchayib navbatda, yana normal o'z yo'lida ketib bordi. Xo'sh. Inshaalloh barakat tilaymiz. Hamda yemek kirsak, muhaciratdagi Uyg'ur ma'rifimizga nazar.
Endi siz şu hira bilen ve başka nurgul şundaq Kur'an-ı Kerim ve ana til terbiyeleş kursları degendek terbiyelenayotgan yerlerdeki asaslık farq yani nima ortiqchiligimiz var bizninki, nima kamchiliklarimiz var siz ko'rganmisiz? Hiradımı yoki bütün Başka seliştirgan vaqtingizda mesela. Bu ana tilni kuchlab kuchaytib menish uchun sizce başka kurslarmi yoki hirami nima qilish kerak? Bizningki hozir muajiratdagi qarindoshlarimizni naytimi kuchab qilayotgan bir qancha dona o'qitish o'rinlari bor. Bular nayt yaxshi xizmat qilyotdi, Alloh razı olsun. Bizningki hamma qarindoshlar bilan munosabatimiz nayt yaxshi, fikrlashib turibmiz. Hamda hozirgi holatda nimalar degan bilan e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir narsa nima deganda bir xillik va ko'p. Yani ko'p xillik yo'q. Yani o'xshash nimalar qilsa o'xshash, yani bir liniya bo'yicha bo'lib qilayotgan ahvollar bor. Tabiiyki inson ustiga vaqtida tabiiy suni talab qiladi. Bizning vatandan chiqqan qarindoshlarimizning ko'pinchisi din va Qur'onga shunchalik intilganlik sababidan tabiiylam Qur'on kurslariga bolalarni berishi, Qur'on o'qitish uchun tirishishi, qori qilish uchun tirishishi bu normal ahvol va nihoyatda muhim qilmasak bo'lmaydigan ishlarning biri. Lekin shu bir xillik bilan Qur'on yodlash bilan ham to'xtab qilib boshqa bilimlarga bo'pmi shu milliylikqa, o'zlik ingiga so'z qaraydigan ahvol bor deb qarasak bo'ladi. Ya'ni u qandaqdir atrofimizdagi emas, bizlardimi yanama kuchaytirishimiz kerak bo'lgan bir ahvol. Bu nihoyatda diqqat qilishga tegishli ish. Ya'ni nima degan chaqda bizningki bu millat tarixda hech qachon ko'rilib boqmagan bir xil holatda intayin azob ichida, to'limi bir dahshat ichida yashayapmiz. Men kichik vaqtimda cho'nglar bizga madaniyat inqilobi davrlarida och qoldik, yegili bir narsa topolmaydik va yoki ocharchilik davrlari bordi. Shu chaqda shundoq bir nohaqchiliklarga uchraydik desa, men o'ylaydim, u davrlarda dunyo taraqqiy qilmagan ekan. Xitoy bizning rayonlarimizni taqib etiblam, ishikni taqab shunchalik bo'zaq qilibdi ekan. Agar hozirgidek taraqqiy qilgan davlat vaqtlarimizda bo'lsa, hargiz bo'zaq qilolmas ekan deb men mana o'ylaydim. Lekin 2019da dunyo ishongisiz, aql qabul qilg'isiz darajadagi bu zulm, ya'ni dunyoning taraqqiy qilishi bilan ta'tir tanasib shaklda ketib bordi. Shunda bo'lganda Uyg'urlar 1 minut o'tsa 1 minut xo'rab, ojizlashib, nihoyatda yo'qolish girdobiga berib ketayotgan shundoq bir ichinishli reallikni ko'ryapmiz. Allohning bir mo'jizasi yuz bermasa va yoki tasaddubiy bir ishlar yuz bermay mushbet yana ketaveradigan bo'lsa, bizning ahvolimiz bexatarlik. Shunlashqa cho'qim biz hozir o'zligimizni saqlab qolmasak, milliyligimizni saqlab qolmasak, nihoyatda bexatarlik bir ahvol yuz beryapti. Vatanda bundaq nihoyatda ichinishlik miya kelgandan keyinmi, men buni bir ozdan keyinmi to'xtalaman. Nima degan chaqda bizning shu 2015-2016 kelgan bolalarimiz shularning orasida bir-birisi bilan turishchi paranglashadi. Ya'ni bizning o'quvchilarimiz ichida shu maktabda o'qiyotibmi bir oz paranglashayotganini anglab qolamiz. Shunlashqa bu jihatda biz yanama kuchishimiz va atrofdagi shu milliy shu ma'rif bilan shug'ullanayotgan barliq qarindoshlarimiz butun kuchini shu milliy ma'rifga atmasa bo'lmaydigan bir yerda shunga diqqat qilish kerak deb o'ylayman. Haqiqatan oxirida siz o'tgandek mening da planimda bor endi Uyg'ur ma'rifini, milliy ma'rifni kuchaytirishninki asosliq her narsaning xuddi boshlang'ichi oiladan boshlangandek oilaning roli intayin muhim maktab bilan. Nurg'ulg'an kishilarimizning anglaymiz sirtimi shu bolalarninki, farzandlarninki so'zlash bo'lsin, shu nimalarga diqqat qilmaganligiga ko'rsatgan bahonalari ko'pinchisininki. Bununla bak küçük geçsek ya ki bunu qilman desek maktabda hozir o'qiyotgan maktablardagi darslarga ta'sir ko'rsatgan shunga shunday qo'yib berdik turkcha paranglashganligini shunga aqlashtirishilandi. Sizce milliy ma'rifga kuchash yerlik davlat ma'rifati darslariga ta'sir ko'rsatdi? Buningda tabiiyki
her qanday bir odam xuddi ikki qiyiqqa tanglasigandek har ikkilisini ayrilib qolarmi degan bir tuyuqsiz bir uchur keldi har birlarniki. Hamda haqiqatan ta'sir qilishi aniq edi. Ammo Turkiya ma'rif unda qo'rqinchlik emas ekan. Chunki u darajada bak ig'ir emas ekan. Ba'zi bir ahvol. Bizning vatanda 50-60 nomer olib muallimni tilanglaydiganlar bu yerda 3 yaxshi o'qib qo'ydi ekan bu yerda. Chunki bularninki sal erkin qo'ydi ekan har bir jihatda. Ham uning ustiga biz vatanda yerimki o'qig'ini ko'rmagandik. Bizlarmi birki o'qiydik. Hamda Xitoy ma'rifida biz o'qigan bo'lsakmi, shu vaqtlarimizda to'liq kichik bolalarmi 7-8 soat maktabda turardi. Ammo bularning yerimki o'qishi, ya'ni yerim kun bizning milliy ma'rifimizda ma'lishimiz ish qilib har ikki tarafdan kuchsaklam her ikkisini obtallam ep mağalaydiganligimizga ishonchimiz komil. Bu jihatda yanala shu o'quvchi, ota-ona va o'qituvchiga bog'liq deb o'ylayman. Bu jihatda ya'ni bular o'zimizning ishini, o'zimizga bog'liq ish. Qilinmaydi desak qilinmaydi, qilalaydi desak qilalaydi. Shunda bo'lgandan keyin bu balaning og'zini keyin pichoqni kesib etgan olmaydi. Turkchaga og'iz ko'nab qolgan vaqtida bu Uyg'urcha gap qilinmaydi emas, gap qilishdan numus qilgan bo'lib qoldi ekan. Bu intayin için chiqaman. İştik ravan so'zlayanmagan ekan bag'asini kichik vaqtidan boshlab o'rgatilmagan ekan albatta. Bu shunday bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin bu yerda bizning bani sabab ko'z tutish haqqimizmi, haddimizmi yo'q. Cho'qim ota-onalar o'zidan boshlash kerak. Eng oddiysi bu Turkiyaga odamni 0500 deb boshlasa telefon nomerini. Eng oddiy ishlarni turkchani aralashtirib o'zi so'zlayotsa bo'lmaydi. Buningda cho'qim ota-onalarmi har bir jihatda diqqat qilishi nihoyat pek muhim deb o'ylayman. Ota-onalarning bolalarini ayblab turib, balam turkcha gap qilding, uyg'urcha gap qilmading deb ayblab turib, ichida bir xil xushalliq jilvasini ko'ryapmiz ba'zida. Ya'ni xushalliq ichida ayblayotgan ota-onalar bor. Unda bo'lgandan keyin bu bolalarning Turkiyada turkcha o'rganmaslikdan ansirashning hojati yo'q. Ama en ansiraydigan narsa o'zligimizni, kimligimizni unutib qilish. Bu belki xatarli ahvol. Buni qo'g'dimisak bo'lmaydi. Bu har bir aylanning mas'uliyati deb o'ylayman. To'g'ri deysiz, xotin. Biz ilgirma nurg'ulgan bir qancha professorlarimiz bilan suhbat elib borgan vaqtida shu ona tilining qancha muhim ekanligi, bu xildagi har xil ota-onalarning ko'rsatayotgan bahonalarniki hammasiniki vahimalik bir xiyoldan iborat ekanligi. Ameliyatda nurg'un Yevropa allarda olsun, chet ellarda bo'lsin shu yerdagi ona tilni yaxshi o'rgangan bolaning shu davlatning tildagi darslarni har qanday jihatda mukammal elib bora oladiganligi tadqiqotlar bilan isbotlanganligini shu so'zlab o'tdi. Ham shuna isbotlangan tadqiqotlar bor ekan shu normalda ota-onalarniki ansirishi darsdan keyin qolarmi deb. Aslida bir millet yani özünün ana tilida mukammal tushunish, tafakkur qilishni yaxshi bilgan kishi boshqasini boshqalarga nisbatan uniki o'zining yoshlashlariga nisbatan texnik yaxshi ola oladiganligi isbotlangan bir narsa ekan bo'ldi. To'g'ri. Xo'sh, programmamizning hamda boshqa so'zlaydigan programmamiz vaqtimi to'shaydi dedi. Oxirida so'zlaydigan bir ishga gapingiz bo'lsa, bu vaqtda to'xtalsak shuni. Deb o'tgandek haqiqatan ana tilini og'zimizda muhim deb qo'ymasdan butunlay amaliyotimizni ishlatishimiz kerak. Yanala men demay desammi, sizning oilani men bir misol qilg'im bor. Nima degan chaqda bu sizning farzandlarning asosan degidek hammasi bizning ashada o'qigan bo'ldi. Andan keyin mening bilishimcha bu o'quvchi bu farzandlar vatanda tug'ilmagan ekan. Ammo shunchalik ravon men intayin xush bo'lgan, ta'sirlangan tarafim to'liq ravon uyg'urchada so'zlayotdi. Hattoki tarixlarimizni, o'zimizning urf-odatlarimizni nihoyatda yaxshi, xuddi Xotan Qashqardan tunugun kelgandek bildi. Men hatto buningdan ta'sirlandim va qilayotgan ishimizning naqadar muhimligini va to'g'riligini texmo cho'nqur qilgan bo'ldim. Va hattoki ba'zilarga shuni misol qilib so'zlab berdim. Ya'ni bu faqat quruq bahonadan boshqa narsa emas. Ya'ni undoq yoki bundoq emas. Shu bolalarimiz ona tilda bilsa, boshqa jihatlardami, ya'ni inshaalloh
ep mağalaydı ve yaxşı ep mağalaydı dep oylaymiz. Şunlaşqa ata-onalarningki mushu özümüzning ajdodlarimizning urf odati, tili mushu narsalarni unutib qolmagan asosda buni qo'g'dishimiz ham taraqqiy qildirishimiz to'liq bek muhim. Men buni ta'kidlayman. Ikkinchi birisi ota-onalarning mayli qanday qilishdan qat'iy nazar bizning mushu 4 yil jarayonida ya'ni yakunlagan bir narsa kichikkina turib bu bolalarningki oilada mushundaq yolg'on gap qilinmasligini, ya'ni bu kichik turib balada vujudiga bir xil muallimni ahmoq etalaydigan darajada bir xil yeligarlik, makkarlik singib qolganligini ko'rib to'liq hayron qoldik ba'zida. Chunki 6-7 yoshlik bola bu nereden ügünüp geldi? Çokum bu aile bir manba. Biz aileni ayıplamakçı emas. Ailelermi buna çokum dikkat kılıvatıdı dep oylaymiz. Çünkü ilgirki 4 yıl aldıdaki ahval qaraganda hazır yaxshilanish qarab mengwatıdı. Bundan keyin texmo yaxshi bo'lishni umid qilamiz va oilalarda bo'lsa shu Uyg'urcha kitoblarni ko'proq o'qib berish, bizning vatan tariximizni to'la eslatish, mushunga o'xshash ilmiy jihatda hech bo'lmasa haftada bir qitim bo'lsa-mu bolalarning nima o'qiyotganligi, hech bo'lmasa muallimining ismining nima ekanligini, xo'sh shu qatorliq narsalarni o'simi zodi qaysi kitobni o'qiyotdi, nima kelganligini eng oddiysi mushuni o'simi surishti qilishi va buni izlanishi nihoyatda bek muhim deb o'ylayman. Oilada eng kichik ishlargacha diqqat qilishni umid qilamiz. Chunki biz sinfda hatto uyga kirganda assalomu alaykum deb kirdinglarmi? Chiqqanda Alloh omonat dedinglarmi? Degandan boshlab eng odatda misvak ishlatdinglarmi yo'qmigacha ashuni surishti qilamiz bolalarningki, shu shaklda diqqat qilishni o'rgatamiz endi. Unda bo'lgandan keyin oilalardan buning moslashishi, buni texmo yaxshi qilishni o'rgatishni tashabbus qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. Ko'p rahmat. Oxirida yangidan e'lonlarni ko'rdik tunugun. Yangidan bir shu bir qancha kundan keyin boshidan o'xshaydi. Yangi bir boshqa bir maktabga ko'chganlik oladi. Bu xil ahvol bo'ldi. Bu bizningki o'quvchilarimizdan bu bir Allohning rahmati. Biz yozlik ta'tilda 100 nafar o'quvchi qabul qilamiz deb e'lon qilgandik. Şunu bilan bu ota-onalar akileli verdi. Buningda bizga besim bo'lib qoldi, lekin nishonimiz 100dan oshib ketsa bizga besim akiladi yoki hech qanday nima emas. Shuning bilan qanday qilishimiz kerak deb bir tavakkul qildi deb tizim oxiri 300 ga qilishib qolganligini, ya'ni bizning o'lcharimizdan ish kuchasi oshib ketganligini ko'rib, onanikin darhol buni biz keyin mengashga boshladik. Ma'rif idoralar bilan ko'rishib, bu ishlar bilan degandek bir muncha qadam bosqichlardan keyin bular dastlabki bosqichda bir sinflarni bergan bo'ldi maktabni. Ondan keyin biz o'quvchilarimizdan mana shu yerga kelib o'qitdik. Bolalarga adab, axloq, Turkiyadagi maktablarda ahvoli va yoki bizning hamma jihatdan tushuntirib, sistemalik qilib, hattoki dars setkimizdan boshlab ma'rif idorasiga xabar qilish orqali o'zimizning darslari intayin shu davlatningki sistemasiga o'xshaydigan bir shaklda 3 oyni tamomladik. Bu jarayonda ota-onalarmi xo'sh bo'lib qoldi, chunki 3 oy ichida bolalarning savodi chiqib qilgan bo'ldi. Ham davlatmi bizningki xizmat natijalarimizdan bularningmi yana bizga ishonchi oshdi. Undan keyin biz yana bolalarni o'zimizning koni maktabga qaytarib keldik, qilib qolganlarni. Qolganlar hammasi uyga ketdi. Undan keyin yana hozir 130 ga bordi, to'xtamay tizim tuvatdi. Biz bunda bo'lgandan keyin yana shu 9-oyning 5dan boshlab ma'rif idoralar bilan ko'rishayotgan. Bizning maholatda bu konu binoda biz sig'dirish nisbatidan ishib ketdi degan keyin bizning yozdan bu yanqi natijalarimizni ko'rib, ular rasmiy andan keyin yana berishga ma'qul bo'ldi. Texmi xo'shallanarlik ish endi bu yozlik ta'tildagidek 2 oy yoki 3 oy emas, uzun muddatlik. Buningdan keyin ma'rif idorasi berdi yani maktablar. Shundoq qildi. Andan keyin bizningki o'quvchilarimizning bizning burundan boshlab bo'layotgan nishonimiz shu nimaga yaqin Uyg'urlar eng markazlashib o'ltagan bir rayonlardan qilish edi. Shuning bilan Uyg'urlarni aytib markazlashgan shu bir nima bor ekan Sultonmurod tarafda Kamol Pasha bilan o'tirdi. Shu bir maktabni andan keyin bergan bo'ldi. Unda bu vaqtida biz
u maktabda o'qiydigan bolalar bo'lsin va yoki o'zimizning bolalar bo'lsin va yoki atrofdagi maktabdagi bolalar bo'lsin darsni tushgandan keyin ham shu bolalarni butun davlat maktablarida o'qiydigan bizda o'qimay davlat maktablarida o'qiydigan bolalarga darsini takror qilib berib yetishmagan fanlarni yetishkizib qo'yishdan sirt kunda 2 soat ana til sistemasi bo'yicha dars o'tish ash bolalarga unda bo'lganda o'zining maktabidagi darsga ta'sir yetmaydigan ham maktabidagi darsni texmi yaxshi ep mang'alaydigan va yana ana tildan mahrum qolmaydigan bir holat shakllandi. Undan keyin o'zimizning bolalari muqim bir kun teyin kechgacha o'qiydigan kelar yillik maktabga berish uchun tayyorlik qiladigan holatda etmoqchi bo'lib turibmiz inshaalloh. İnşallah tutuqlayımız şu albatta o'qituvchilar qo'shini bak muhim hamda bolalarniki mayli kichik boshlang'ich hatto olimlar deydi qo'yan eng o'qituvchining eng muhimi asli shu tilamda chiqayotgan bolaninki shu vaqtdagi ustozning qanchaga muhim ekan butun hayotiga ta'sir ko'rsatadi chunki shu vaqtda duch kelgan yoki yaxshi ma'lumot berilmagan bola butun o'qish hayotida universitega bo'g'ish bo'lsin yoki uningdagi salbiy ta'sir ko'rsatganligini qo'shinlar yetarlikmi qanday saviyadagi insonlarga masalan biz buningda alohida diqqat qilyapmiz o'qituvchilarningki biz bu jiqliqi ishlarda yenilam buningda tajribamizning tuvanligini bildik amaliy xizmatlar orqali har xil shaklda qilib boqib buningdan keyin ozgina bo'lsa-mu tajriba hosil qilgan bo'ldik. Haqiqatan siz degandek boshlang'uchga ya'ni 6-7 yoshli bolalarga erlardan ayol muallimlar yaxshi ta'sir bera oladi ekan. Bu narsa aytibek muhim bo'ldi. Chunki tabiiyki erlarni dushkullab urib qilmaydi olma lekin bir xil tabiatidagi ba'zi bir ahvollardan qaragan chog'da ayollar ma'rif sohasida bizning bu chet ellarda bak ozamda maxsus bola o'qitish sohasida yetishgan ya bir diplom olgan shu sohadagi inson bo'lsa texnik bak yaxshi bo'ladi. Faqat uyg'urcha kitob o'qiy olsa ya vatanda manchi o'qib ketgan, universitet o'qib ketgan her inson o'qituvchi bo'lmaydi shu. Bu kasb bak zil bir kasb hamda. Bizningki ya'ni hozirning o'zida o'qituvchilar qo'shonimiz 7 do desak 7 do yetmaydi desak bizga iqtisoddanmi bak qiynalıyotgan yeni bir mushkullik dal mushu sil deganda mushu o'qituvchilar masalasi intayin bak muhim chunki hammadam degandek o'qituvchi bo'lolmaydi bizning shu o'zimizga tushliq o'lchimimiz bor bu o'lchamga tushirib bo'lmoq va yoki bo'lmasa shu o'lchamga tushgan bu o'qituvchini sham chirog'dek ko'ydirib bu jafoliq xizmat muhitida uzun muddat ishlatish to'liq taskin ya'ni bak ilqi marafonchi yugagandek oxir chiqmaydigan intayin jafoliq bu xil kasbda ya'ni shu layoqatli o'qituvchi bo'lgan taqdirdami 6 oy 1 yildan uzoq paylayanmay yerib qoldigan ahvollar bo'ldi ekan lekin hozir alhamdulillah nihoyat yaxshi anadan boshqa o'qituvchilar yangi kelgan chog'da bizning darslarimizningki qaysi darsni qaysi kun o'tadiganligi va qanday o'tadiganligi darsni o'tish shaklidan boshlab butunlay jadval chiqarib berdik bunday shaklda bunda bo'lgan vaqtida butun o'qituvchilarning o'qitish metodi uslubi bir yerga keldi unda bo'lganda o'qituvchilarmi o'zi yetilib o'zini o'zi taraqqiy qildirish va har qatim o'qituvchilar bir-birisi bilan fikr almashtirish orqali bu jihatda yana biz unda bak qiynalib ketmadik inshaalloh. Ko'pinga rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat. Ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, yana bir programmamizning oxiriga keldik. Albatta deganimizdek ma'arif, milliy ma'arifimiz, Uyg'ur tilimiz muhojiratga bo'lib Turkiyadek bizga nihoyat yaqin bo'lgan, o'zimizningki qon qarindoshlar bo'lgan bu yerda yo'qotib qo'yish xavfi nihoyat og'ir darajada ketyotidi. Nurg'unlagan shu ish sohasida xizmat qilayotganlarning sohasidagi farzandlarimiz qarasak ish qilib alohida boshqa davlatlarga nisbatan biz Turkiyada yashayotganlar boshqa davlatdagilar 5 hassi ko'ngil bo'lgan bo'lsa biz 15 hassi ko'ngil bo'lmasak farzandlarimizni borgan sari shu yerliklashtirib o'tamiz yani. U vaqtida bir qancha avloddan keyin bu Sharq Turkiston davosini ko'taradigan, buning bayrog'ini ko'taradigan insonlar bara suvga cho'kib degan gap. Xuddi suvga petib ketgan insondek yo'qaydi degan gapimda.
Şuna bu tuyg'uda bugünkidek nurg'un xalqimiz yaşayotgan, to'plashib yaşayotgan bundaq bir muhitda bu o'zimizningki milliy ma'rifimizga Xitoylar shunchalar zaharlik qo'lini sunib, har kun ko'rib turibmiz, hozir oz bo'lsa-mu, shu bechora farzandlarimizni lagerlarda qaysi darajada ichinishli holatda shularning ko'zlaridan eqiyotgan, og'ziga kelmagan shu Xitoy uchun zo'lab, tamamen Xitoy qilish uchun qandaq zaharxandlik harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. Mushuni ko'rib turib, biz tilimizga ega chiqish tuyg'usida hassilab biz kuchaymasak, biz farzandlarimizni shuningdek tarbiyalamasak, qaysi yuzimiz bilan Allohning oldiga bora olamiz degan tuyg'uda harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun qilaman degan insonga bugun u inson hatto savodsiz bo'lishi mumkin, savodsiz turib o'zining bolasini hammani o'qiy oladigan inson qilib tarbiyalaydi. Shu ruhli bo'lsa, farzandlarimizni muallim abi deb o'tdi. Her kuni o'zimiz o'qiyolmasak ham farzandlarimizni birga o'qib bergin deb boshda savatlarni milliy maktablar orqali chiqarib, uning keyin men kitob o'qib berib, har kuni bir oilada bir kitob o'qish soati bo'lishi kerak, yarim soat bo'lsa-mu, birlikda o'ltirib, o'zimiz o'qamasak bolalarimizga o'qitib, anglab, ularga barakalloh deb ularni rag'batlantirib, mush tilimizni shunday taraqqiy qildirib, kuchab bermasak, biladiganlarimiz o'zimiz boshlamchi bo'lib, yo'l boshlab ma'masak, Ögün bu pervasızlık bilen mağdığan bolsak agar bu şekilde yaxşı insan bolsa boldu, Müslüman bolsa boldu. Bular bizninki kafir emas qo'y degandek aşındaq ahmas gaplarni anglaymiz o'ng sol tarafdan. Bu millatga qilingan eng ig'ir bir mas'uliyatsizlik deb qarayman. O'zining millatiga qilingan. Sen ya kecha kunduz Xitoy meni anda qilyapti, manda qilyapti degan gapingdimi yolg'onchi bo'lsa agar desen o'zingniki o'zingning ma'rifiga, o'zingning tiliga, erkin dunyoda seni hech kim zo'rlamaydigan bir yerda turib, uningga ko'ngil bilanmagan bo'lsak, igi chiqanmagan bo'lsak, qo'g'diyanmagan bo'lsak, biz u da'vodim yog'onchi bo'lgan bo'lamiz. Shu bu tuyg'uda harakat qilishni har qatam bu xildagi programmalarimizda ta'kidlab kelyapmiz. Bu tuyg'uda harakat qilaylik qadrli qarindoshlar. Allah ömür bersə, yeni bir qatam programımızı görüşkəcə aman boğaysızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuhu.